Oddiy umumiy qon tahlili orqali siz shifokorga bormasdan turib o'z holatingizni bilib olishingiz mumkin. Qaysi holatlar? Albatta bu birinchi o'rinda temir tanqisligi anemiyasi, ikkinchi o'rinda vitamin B defitsit bor yoki yo'qligi, uchinchi o'rinda o'z immunitet holatingizni. Masalan, gemoglobin miqdorini pastligi bu bizda odatda kamqonlik darajasini belgilaydi. Agar gemoglobin normada, lekin MCV hamda MCHlarni normadan pasayganini ko'radigan bo'lsak, bu yashirin temir tanqisligi anemiyasini bildiradi. Aksincha bularning yuqoriligi esa organizmda vitamin B yetishmovchiligini bizga ko'rsatadi. Endi leykositlar miqdorini normadan pasayishi bu immunitet tanqisligiga uchrayotganini bildiradi. Agar neytrofillar miqdorini normadan oshib ketishi esa organizmda qanaqadir bakteriyali infeksiya kechayotganligini bildiradi. Endi ezinofil hamda bazofillar miqdorini normadan oshganligini ko'rsak, organizmda qanaqadir allergik reaksiya yoki parazitlar mavjudligini bilsak bo'ladi. Agar normadan monotsit hamda limfositlar miqdorini oshganini ko'rsangiz analizda, albatta bu organizmda qanaqadir virusli infeksiya kechayotganini bildiradi. Soya esa organizmdagi yallig'lanish jarayonini sizga ko'rsatib beradi, normadan baland bo'lgan. Agar umumiy qon tahlilida yuqoridagi kabi o'zgarishlar sizda mavjud bo'lsa, bizga murojaat qiling va biz sizga to'g'ri tashxis qo'yishda yordam beramiz.